Fazliddin, keling. Bu tomonga o'ting, qarang, ko'rsating-da buni. O'tgan safar esingizda bo'lsa, musor paqirda videosini qo'ydik. Kommentariyada ko'pchilik yozyapti. Musorni qatga tashlaymiz, bitta paqir ekan, musorni qatga tashlaymiz, u sabzavotlarni, po'chaqani qatga tashlaymiz degan savol keldi. Unga ham zo'r yechim topib berdim, qarang. Endi ikkitalisini olib keldik mana. Xuddi o'shani ichini ko'rsating, chuqurligini qarang. Xuddi o'shani ikkitali varianti, to'g'ri burchak. Bu ham o'sha og'iz yopiq turadi, ko'rsating mana. Yopiq turadi. Mana yopganingizda og'iz yopiq, hech qanday hid chiqmaydi. Ochganingizda tepaga chiqib ochilib beradi. Qarang. Bu bitta paqir, chuqurligini ko'rsating. Ancha-muncha to'lib qolmaydi. Bu mana ikkinchisi bu. Mana. Ikkita paqir. Bittasiga xolasangiz po'choq solasiz, bittasiga xolasangiz musor solasiz. Mana sizga yechim. Mana Turkiyaniki garantiyali O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Mana yana qanaqa qulaylik kerak oshxonaga? Oshxona bo'yicha, mebel bo'yicha qanaqadir savol yo bir takliflaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Bundan ham qiziq ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun profilimga obuna bo'lib qo'yinglar, yaqinlarga tashlab qo'yinglar. Sog' bo'linglar.